agar sizning uyingiz, kvartirangiz, hovlingiz, dala hovlingiz, do'koningiz, omboringiz yoki yer uchastkangiz bo'lsa, 2026 yilda ko'chmas mulk egalari uchun kuchaytirilayotgan qoidalar sizga bevosita tegishli. Bu masalada keyinroq ko'raman deb yurish juda qimmatga tushishi mumkin. Soliq qarzi kadastrdagi hatto noqonuniy qurilish, ijara shartnomasining ro'yxatdan o'tmaganligi yoki meros hujjatlaridagi kamchilik, bir kun kelib mulkni sotish, garovga qo'yish, hadya qilish yoki farzandlarga rasmiylashtirishda katta muammoga aylanadi. Shuning uchun bugun men sizga 2026 yilda ko'chmas mulk egalari nimalarga tayyor turishi kerakligini oddiy, tushunarli va amaliy misollar bilan tushuntiraman. Video oxirigacha ko'ring. Chunki ayniqsa kadastr hujjati eski bo'lganlar, uyga qo'shimcha qurilish qilganlar, ijaraga beruvchilar va meros orqali mulk olganlar uchun juda muhim jihatlar bor. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizning pulingizni, vaqtingizni va mulkingizni himoya qilishi mumkin. Oldingi yillarda ko'p odamlar ko'chmas mulk masalasiga faqat sotish yoki sotib olish vaqtida e'tibor berardi. Ya'ni uy bor. Yashab turibman, soliq xabarnomasi kelsa to'layman. Kadastr hujjati sandiqda turibdi, bo'ldi deb o'ylardi. Lekin hozir tizim boshqacha ishlayapti. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuv kuchaymoqda. Kadastr, soliq, notarius, bank, kommunal xizmatlar, ijara shartnomalari, sud qarorlari va hatto qurilish bilan bog'liq ma'lumotlar tobora ko'proq raqamli bazalarda ko'rinadigan bo'lyapti. Bu nimani anglatadi? Avvallari biror uyda qo'shimcha xona qurilib, kadastrga kiritilmagan bo'lsa, yillar davomida hech kim e'tibor bermasligi mumkin edi. Endi esa kadastr ma'lumotlari joyidagi holat, soliq bazasi va boshqa elektron tizimlar solishtirilganda tafovutlar chiqishi ehtimoli oshadi. Masalan, kadastrda uyning umumiy maydoni 200 kvadrat metr deb turibdi. Amalda esa egasi yana 7 kvadrat metr qo'shimcha qurib olgan. Oldin bu faqat uy sotilayotganda muammo bo'lishi mumkin edi. Endi esa soliq hisoblashda, garovga qo'yishda, meros rasmiylashtirishda, hatto kommunal ulanishlarni qonuniylashtirishda ham savol tug'ilishi mumkin. Yana bir katta o'zgarish shuki, ko'chmas mulk egalari uchun hujjat bor-ku degan yondashuv yetarli bo'lmay qolyapti. Hujjat borligi alohida masala, hujjatdagi ma'lumotning haqiqiy holatga mosligi esa boshqa masala. Kadastrda manzil noto'g'ri yozilgan bo'lsa, yer maydoni eski o'lchovda turgan bo'lsa, mulkdor familiyasi pasportdagi yangi ma'lumotga mos kelmasa, ulushlar aniq ko'rsatilmagan bo'lsa yoki qo'shimcha qurilish kiritilmagan bo'lsa, bu keyinchalik juda noqulay vaziyat keltirib chiqaradi. 2026 yilda asosiy e'tibor 3 ta yo'nalishga qaratiladi. Birinchisi, ko'chmas mulkning kadastr ma'lumotlarini tartibga keltirish. Ikkinchisi, soliq va ijara majburiyatlarini shaffof qilish. Uchinchisi, noqonuniy qurilish va ruxsatsiz o'zgartirishlarni kamaytirish. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, agar egasi oldindan tayyorlansa, hujjatlarni tekshirtirsa, kerakli joylarni to'g'latsa, hech qanday muammo bo'lmaydi. Eng birinchi xavf guruhi bu kadastr hujjati eski bo'lgan mulkdorlar. Masalan, sizning uyingiz 1938 yilda, 2005 yilda yoki 2010 yilda rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. O'sha vaqtdagi texnik pasportda uy maydoni, xona soni, yordamchi binolar, yer uchastkasi chegarasi bir xil ko'rsatilgan. Lekin keyin siz ayvonni yopib xona qilgansiz, oshxonani kengaytirgansiz, hovlida qo'shimcha hammom, garaj yoki do'koncha qurgansiz. Hayotda bu juda ko'p uchraydi, egasi o'ylaydi. Bu mening hovlim, o'zim qurdim, kimga zarar? Lekin huquqiy tomondan qaraganda kadastrdagi obyekt bilan amaldagi obyekt mos kelmayapti. Misol qilaman. Toshkent viloyatida bir hovli kadastrda 1 kvadrat metr uy joy va 6 sotik yer sifatida turibdi. Egasi 2021 yilda yana 1 kvadrat metr qo'shimcha qurilish qilgan. Bitta yotoqxona, bitta oshxona va kichik ombor. 2026 yilda u uyni sotmoqchi bo'ladi. Xaridor bank krediti orqali olmoqchi. Bank garov bog'lash uchun hujjatlarni tekshiradi va kadastrdagi maydon amaldagi maydonga mos emasligini ko'radi. Natija nima bo'ladi? Bitim to'xtaydi, xaridor kutadi. Egasi kadastrni yangilashga majbur bo'ladi. Bu esa vaqt, xarajat va azob degani. Agar qo'shimcha qurilish shaharsozlik qoidalariga zid bo'lsa, masalan, qo'shni chegarasiga juda yaqin qurilgan bo'lsa, muammo yanada murakkablashadi. Ikkinchi xavf guruhi kvartirasini yoki uyini ijaraga berayotganlar. Oldin ko'pchilik og'zaki kelishuv bilan ijaraga berardi.
Har oy falon so'm berasan, kommunalni o'zing to'laysan. Lekin ijara munosabatlari rasmiylashtirilmagan bo'lsa, ikki tomon ham xavf ostida qoladi. Mulk egasi uchun birinchi xavf soliq masalasi. Ikkinchi xavf ijarachi zarar yetkazsa, pul bermasa yoki chiqib ketmasa. Isbotlash qiyinlashadi. Uchinchi xavf uyda kim yashayotgani bo'yicha mas'uliyat. Masalan, siz 2 xonali kvartirani oyiga 3 million so'mdan ijaraga berdingiz. Bir yilda bu 36 million so'm daromad. Agar shartnoma rasmiy bo'lmasa, keyin ijarachi bilan nizo chiqsa, sizning qo'lingizda kuchli dalil bo'lmaydi. Yana soliq organlari daromadni aniqlasa, nafaqat joriy soliq, balki kechiktirilgan majburiyatlar, penya va jarima masalalari ham chiqishi mumkin. Shuning uchun 2026 yilda ijaraga beruvchilar uchun eng to'g'ri yo'l shartnomani rasmiy tuzish, to'lovni imkon qadar izli usulda olish va soliq majburiyatini o'z vaqtida bajarish. Uchinchi xavf guruhi meros orqali uy yoki yer olganlar, lekin hujjatni oxirigacha rasmiylashtirmaganlar. Juda ko'p oilalarda uy ota yoki ona nomida turadi. Ular vafot etgan, farzandlar esa o'zaro kelishib yashayveradi. Akam shu uyda, singlim rozi, ukam chet elda, muammo yo'q deb yurishadi. Lekin yillar o'tib mulkni sotish kerak bo'lsa, yoki bir farzand o'z ulushini talab qilsa, yoki merosxo'rlardan biri vafot etsa masala chigallashadi. Misol uchun, uy otaning nomida, ota 2015-yilda vafot etgan. 4 nafar farzand bor. Faqat bitta farzand uyda yashaydi, qolganlari og'zaki rozi bo'lgan. 2026 yilda u uyini ta'mirlash uchun bankdan kredit olmoqchi va uyni garovga qo'ymoqchi bo'ladi. Bank esa mulkdor kimligini so'raydi. Kadastrda hali ham otaning ismi turibdi. Demak, meros ishi ochilishi, barcha merosxo'rlarning huquqi aniqlanishi, ulushlar rasmiylashtirilishi kerak. Agar kimdir chet elda bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'ladi. Agar kimdir rozi bo'lmasa, sudgacha borishi mumkin. Shuning uchun meros mulkni keyin qilamiz deb qoldirish eng katta xatolardan biridir. 4-xavf guruhi yer uchastkasi chegarasi noaniq bo'lgan hovli egalari. Ayniqsa eski mahallalarda davorlar, ariqlar, qo'shni bilan kelishilgan chegaralar yillar davomida o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin. Kadastrda 5 sotik ko'rsatilgan, amalda esa egasi 5-6 sotikdan foydalanayotgan bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, kadastrda 30 sotik amalda qo'shni davor surib olgani uchun 5,4 sotik qolgan bo'lishi mumkin. Bu masala jim turganda bilinmaydi, lekin sotishda, qurilish qilishda nizoda darhol chiqadi. Kimlar unchalik xavotirlanmasligi mumkin? Agar sizning mulkingiz yaqinda rasmiylashtirilgan bo'lsa, kadastr hujjatlari elektron bazada to'g'ri ko'rinsa, uy yoki kvartirada ruxsatsiz o'zgartirish bo'lmasa, soliqlar vaqtida to'langan bo'lsa, ijara bo'lsa, rasmiy shartnoma qilingan bo'lsa, meros va ulush masalalari aniq bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir yiliga kamida bir marta ma'lumotlarni tekshirib turish kerak. Chunki ba'zan texnik xatolar ham bo'ladi. Manzil noto'g'ri chiqadi, maydon adashadi. Familiya eski pasportdagi ko'rinishda qoladi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat har qanday ta'mirlash kadastrni o'zgartirish degani emas. Masalan, siz davorni bo'yadingiz, polni almashtirdingiz, eshik romlarini yangiladingiz, santexnika o'rnatdingiz. Bu oddiy ta'mir. Buning uchun odatda kadastr hujjatini o'zgartirish talab qilinmaydi. Lekin siz xona maydonini o'zgartirsangiz, balkon yoki ayvonni xona qilib qo'shsangiz, yuk ko'taruvchi davorni buzsangiz, hovlida yangi bino qursangiz, tom yopmasini doimiy qurilishga aylantirsangiz, bu qachon kadastr va ruxsat masalasiga kiradi. Ikkinchi nozik jihat, kvartirada ichki o'zgartirishlar xavfli bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar bir xonali kvartirani 2 xonali qilib oladi. Oshxonani balkonga chiqaradi. Sanuzelni kengaytiradi, davorlarni buzadi. Agar bu o'zgarishlar binoning xavfsizligiga ta'sir qilsa, keyinchalik jiddiy muammo bo'ladi. Masalan, ko'p qavatli uyda yuk ko'taruvchi davor o'z bo'shimchalik bilan kesilsa, bu nafaqat mulkdorning, balki butun podyezdning xavfsizligiga ta'sir qiladi. 2026 yilda bunday masalalarda nazorat kuchayishi tabiiy, chunki eski uylar. Zilzila bardoshlik va shaharsozlik xavfsizligi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Uchinchi nozik jihat, soliq qiymati bilan bozor qiymati bir xil narsa emas. Mulk solig'i ko'pincha kadastr va soliq bazasidagi qiymatga qarab hisoblanadi. Bozorda uyingiz 7 million so'm turishi mumkin, soliq bazasida esa boshqa qiymat chiqishi mumkin. Yoki aksincha, sizning fikringizcha uy eski, lekin bazada yuqoriroq baholangan bo'lishi mumkin. Agar hisoblangan soliq sizga noto'g'ri ko'rinsa, jim turmaslik kerak.
ma'lumotni tekshartirish, kadastrdagi maydon va obyekt turini solishtirish kerak bo'lsa ariza berish kerak. 4-nozik jihat. Ulushli mulkda har bir egani hisobga olish shart. Masalan, kvartira xotin nomida yoki aka-uka ulushda bo'lishi mumkin. Bunday mulkni sotish, hadya qilish, garovga qo'yish yoki ijaraga berishda boshqa ulushdorlarning roziligi kerak bo'ladigan holatlar bor. Ayrim odamlar men shu uyda yashayman, demak o'zim hal qilaman deb o'ylaydi. Lekin hujjatda ixni ulush boshqa odamga tegishli bo'lsa, siz yoki o'zingiz to'liq mulk bo'yicha qaror qila olmaysiz. 5-nozik jihat. Nikoh davrida olingan mulk alohida masala. Agar uy nomiga rasmiylashtirilgan bo'lsa ham, u nikoh davrida olingan bo'lsa, ayolning ham huquqi bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, ko'p mojarolar aynan shu yerda chiqadi. Mulk sotilayotganda notarius turmush o'rtog'ining roziligini so'rashi mumkin. Agar mulk nikohdan oldin olingan bo'lsa, meros yoki hadya orqali olingan bo'lsa, vaziyat boshqacha bo'ladi. Shuning uchun har bir holatda hujjat kelib chiqishini ko'rish kerak. 6-nozik jihat. Kommunal qarzlar ham bitimga ta'sir qilishi mumkin. Huquqiy jihatdan mulk hujjati alohida, kommunal xizmat alohida bo'lsa-da, amaliyotda uy sotilayotganda xaridor elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik bo'yicha qarz yo'qligini tekshiradi. Masalan, siz uy sotyapsiz. Xaridor 7 million so'm berishga tayyor. Lekin tekshirsa, elektrdan 4 million, gazdan 7 million, suvdan 1 million qarz chiqdi. Xaridor darhol narxni tushirishni so'raydi yoki bitimni kechiktiradi. Shuning uchun sotishdan oldin nafaqat kadastr, balki kommunal balansni ham tozalash kerak. 7-nozik shart. Uyda ro'yxatda turgan shaxslar masalasi. Mulk egasi bo'lmagan, lekin doimiy ro'yxatda turgan odamlar bo'lishi mumkin. Uy sotilayotganda bu xaridor uchun xavf belgisi. Ayniqsa voyaga yetmaganlar, muomalaga layoqati cheklangan shaxslar yoki nizoli oila a'zolari ro'yxatda turgan bo'lsa, masala ehtiyotkorlik bilan hal qilinadi. Shuning uchun mulkni sotishdan oldin kimlar ro'yxatda turganini aniqlash kerak. 8-nozik jihat. Yer uchastkasidan maqsadli foydalanish. Agar yer turar joy uchun ajratilgan bo'lsa, uni o'zboshimchalik bilan ishlab chiqarish sexi, ombor, avtoservis yoki savdo nuqtasiga aylantirish mumkin emas. Bunday foydalanish soliq, sanitariya, yong'in xavfsizligi, qo'shnilar huquqi va shaharsozlik talablariga tegadi. Masalan, hovlining old qismida kichik do'kon ochish ko'pchilikka oddiy ko'rinadi. Lekin u rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyin jarima, faoliyatni to'xtatish yoki binoni hujjatlashtirish talabi paydo bo'lishi mumkin. Endi men sizga aniq amaliy reja beraman. Birinchi qadam, mulkingiz bo'yicha barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Kadastr hujjati, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori, hokim qarori. Yer ajratish hujjati, texnik pasport, ipoteka yoki garov hujjatlari bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Elektron nusxasini ham qilib qo'ying. Telefoningizda emas, ishonchli joyda, masalan. Fleshka yoki bulutli xotirada saqlang. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Buning uchun davlat xizmatlari markaziga borishingiz yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ko'chmas mulk haqidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Siz tekshiradigan narsalar: mulkdor ism familiyasi to'g'rimi? Pasport ma'lumoti mosmi? Manzil to'g'rimi? Yer maydoni to'g'rimi? Bino maydoni to'g'rimi? Obyekt turi to'g'rimi? Taqiq yoki garov belgisi yo'qmi? Agar xato ko'rsangiz, mayli turaversin demang. Ariza bilan tuzatishni so'rang. 3-qadam, amaldagi holat bilan hujjatni solishtiring. Kadastrda 90 kvadrat metr yozilgan bo'lsa, uyingiz haqiqatan shunchami? Hovlida qo'shimcha qurilish bormi? Garaj, yozgi oshxona, hammom, ombor 2-qavat. Yopilgan ayvon kiritilganmi? Agar yo'q bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling. Kadastr muhandisi yoki vakolatli tashkilot orqali o'lchov, texnik ko'rik va qonuniylashtirish imkoniyatlarini aniqlang. Eng muhim narsa, avval tekshartiring, keyin katta qurilish boshlang. 4-qadam, soliq qarzingizni tekshiring. Mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha qarz bor yo'qligini soliq organlari xizmatlari orqali bilib oling. Agar qarz bo'lsa, uni bo'lib to'lash, aniqlashtirish yoki e'tiroz bildirish tartibini so'rang. Ba'zan qarz odam bilmagan holda yig'iladi. Xabarnoma kelmagan, telefon raqami o'zgargan, eski manzilga ketgan bo'lishi mumkin. Lekin men bilmaganman. Har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun yil boshida va yil oxirida kamida 2 marta tekshirishni odat qiling. 5-qadam, ijarani rasmiylashtiring. Agar uy yoki kvartirani ijaraga bersangiz, shartnoma tuzing.
Shartnomada mulk manzili, ijara muddati, oylik to'lov, kommunal to'lovlarni kim to'lashi, depozit bormi yo'qmi, uy jihozlari ro'yxati, zarar yetkazilsa javobgarlik. Muddatidan oldin chiqish tartibi aniq yozilsin. Masalan, kvartirada muzlatkich, kir yuvish mashinasi, televizor, konditsioner bo'lsa, topshirish, qabul qilish dalolatnomasida ko'rsating. Bu keyin bor edi, yo'q edi degan tortishuvlarning oldini oladi. 6-qadam, meros masalasini cho'zmang. Agar uy vafot etgan ota-ona yoki qarindosh nomida turgan bo'lsa, notariusga boring. Meros ishi ochilganmi? Merosxo'rlar kimlar? Muddatlar qanday? Kim voz kechgan, kim qabul qilgan? Hammasini aniqlang. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, vaziyatga qarab sud orqali huquqni tiklash kerak bo'lishi mumkin. Buni ertaga qoldirmang. Chunki yillar o'tgan sari hujjat topish qiyinlashadi, guvohlar kamayadi, merosxo'rlar soni esa ko'payib ketishi mumkin. 7-qadam. Sotishdan oldin toza paket tayyorlang. Agar 2026 yilda mulk sotmoqchi bo'lsangiz, oldindan quyidagilarni tayyorlang. Kadastr ma'lumotlari, soliq qarzi yo'qligi bo'yicha ma'lumot, kommunal qarzlar holati, ro'yxatda turgan shaxslar bo'yicha ma'lumot, agar nikohda bo'lsangiz turmush o'rtog'ining roziligi masalasi. Ulushtorlar bo'lsa ularning roziligi. Shunda xaridor oldida ishonchli ko'rinasiz va narxni tushirishga kamroq sabab berasiz. 8-qadam. Qo'shni bilan chegara masalasini tinch va yozma hal qiling. Agar devor joyi, yo'lak, kirish-chiqish, ariq, umumiy foydalanishdagi maydon bo'yicha shubha bo'lsa, kadastr o'lchovini qildiring. Og'zaki kelishuv bugun ishlaydi, lekin ertaga qo'shni uyini sotsa, yangi egasi boshqa gap aytishi mumkin. Shuning uchun xarita, chizma, dalolatnoma va rasmiy hujjat bo'lishi kerak. 9-qadam. Hech qachon tanish orqali qilib beraman degan va'daga ishonib katta pul bermang. Ko'chmas mulk hujjatlarida noqonuniy yo'l bilan qilingan ish ertami kechmi chiqadi. Ayniqsa kadastr, yer qurilish ruxsati, meros, notarial bitimlarda hammasi rasmiy iz qoldiradi. Agar kimdir hujjat kerak emas, keyin kiritib qo'yamiz desa, bu siz uchun xavf signalidir. Har bir to'lovga kvitansiya oling, har bir arizani ro'yxatdan o'tkazing, har bir javobni yozma oling. 10-qadam. Katta qaror oldidan mutaxassis bilan maslahat qiling. Uy sotib olish, sotish, ulush ajratish, meros bo'lish, garovga qo'yish, noqonuniy qurilishni rasmiylashtirish kabi masalalarda notarius, kadastr mutaxassisi, yurist yoki soliq maslahatchisidan fikr oling. Maslahatga ketgan kichik xarajat keyinchalik millionlab so'mlik zararni oldini olishi mumkin. 2026 yilda ko'chmas mulk egalari uchun eng muhim qoida shuki, mulk faqat devor, tom va kalitdan iborat emas. Mulk bu hujjat, kadastr, soliq, ro'yxat, ijara, meros, ulush, qurilish va majburiyatlar majmuasi. Agar shu zanjirning bitta joyida xato bo'lsa, siz sotishda, kredit olishda, meros qoldirishda yoki nizoni hal qilishda qiynalishingiz mumkin. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l, hujjatlaringizni hozirdan tekshiring. Kadastrni haqiqiy holatga moslang, soliqlarni nazorat qiling, ijarani rasmiy qiling, meros va ulush masalasini cho'zmang. Qurilishdan oldin ruxsat va tartibni aniqlang. Shunda 2026 yildagi qoidalar siz uchun xavf emas, aksincha mulkingizni himoya qiladigan tizimga aylanadi. Sizda kadastr, soliq, ijara yoki meros bo'yicha qanday muammo bor? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Ko'chmas mulk bo'yicha bitta to'g'ri ma'lumot ba'zi odamni juda katta xarajat va sudlardan saqlab qoladi.